Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yopishtiriladigan aboylarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bemalol ko'rib turibsizlar. Hali yarki televizorda ekraniga, misol ofisni joylarga ham, do'konning oldiga, kassalar oldiga ham qo'yadigan juda chiroyli svetlar hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni ruloni yoki bo'lmasa kvadrat necha foot? Xo'p, aka, endi 120 bo'ladi. Endi 120. Uzuni 3 metr bo'ladi. Ha. 100 ming so'm sotyapmiz. 100 ming so'm. Ha. Yana 120. Uzuni 3 metr. Uzuni 3 metr. Ha, boshida kelganda 180 mingga sotildi bular. Ha. Hozir 100 mingga tushdi. 100 mingga tushdi narxi. Ha? Ha, bu tashqari. Ha. Ko'rsatib. Orqasida salafani bo'ladi. Ha. Salafani ishlab turib, iloji bo'lsa birinchi o'rinda razmerini o'lchab turib kesib olgan yaxshi. Salafani ishlashdan oldin. Salafani ishlashdan oldin, ha. Iloji boricha. Kelib chiqdi. Sababi bu bir marta yopishadi. Bir marta yopishgandan keyin ishilib turib qayta yopishtiraman desangiz, devolingiz kraskami, bademolsami ko'chirib oladi. Ko'chirib oladi. Bir marta qarangda, bir marta qilinar ekan, Bir marta razmerni o'lchab turib turish kerak. Bundan tashqari yana bitta ko'rsataymi, mana bu yerda har xil ranglari bor ekan, mana svetlari. Har xil svetlar bor. Televizonalarga, arzonroq varianti deganlariga. Taranglari bor. Taraq sveti. 5 tadan bo'lib kesib turib, televizonaga atrofga aylantirib. Televizonaga, ofisga? Ha? Televizonaga aylantirib turib, ichga bulardan qo'yib yuborsa bo'ladi. Ha. Mana uni 42 yoniga qo'yib turib, mana ulardan bemalol hali o'sha figura qilib chiroqli chiqarib olsa bo'ladi. Fantaziya yarasa bo'ladi. Bundan tashqari bilesli yorqinroq svetni ko'rsating. Bilesli ekan-a bu? Yorqinroq svet ekan-a? Yorqinroq svet. Hammasini razmeri bir xil bo'ladi. 120 ga 3 metr. 120 ga 3 metr. 120 ga 3 metr. Hammasini rangi har xil chiqyapti hozir, xudo xolasa. Bemalol endi moslab hop, Marg'ilon shahri sentrdan 1-2 kilometr o'sha o'ngga yurganda, Kamina tarafga yurganda mana ko'rishlaringiz mumkin. Aboylar markazi magaziniga xush kelibsizlar, kelaverasizlar bemalol. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bundan tashqari mana hozir o'tgan safar ko'rsatgan mana 3D aboylarda mana hamma assortimenti bor. Mana yashilligini ochib ko'rsatsa bo'ladimi? Qarang. O'tgan videoda ham qo'ygan edik. Qo'yganidek juda chiroyli chiqadi bu mana. Qarang mana. Juda chiroyli chiqadi mana. Ancha bahoriy kayfiyat beradi odamga. Juda chiroyli chiqar ekan. Ko'rib turibsizlar mana. Bitta shu ko'chadan ko'chirib mana. Bunda ham xuddi shunaqa, hozirgilarga hozir aytganimizni qayerdan takrorlaymiz. Bir marta yopishadi. Mana bir marta yopishadi mana. Ortib bo'lmayapti. O'zini ham ko'taradi shu holat. Bemalol ko'taryapti o'zini mana. Bitta barmoqqa yopishganiga shunchalik mana. Ko'ryapsizlar qanchalik baquvvatligini. Mana. Qaytib chiqmaydigan mana. Juda qattiq. Mana. Ko'rib turibsizlar, hali qanchalik baquvvat o'rnashishini. Hurmatli obunachilar, sizlarga foydali bo'lsin deb ko'rsatib o'tyapmiz. Iltimos like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Telefon nimaga desalar, sizlarning obuna bo'lishlaring bizga ancha foyda beradi. Ko'proq videomizni ko'proq odamlar ko'radi. Mana bunaqangi однотонный молочный svetlarda ham bor ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunaqangi mana suyanib o'tiradigan, o'sha bemalol o'sha devorga suyanib o'tiradigan joylarga qiladigan svetlari ham bor ekan. Qanaqangi svetdan ko'rsataman deyapsiz? Mana bunaqangi svetlari ham bor. Bu toshlikda effektini berar ekan, bu ko'proq. Toshlikda effektini berar ekan. Bu hammomga dahshat aytib orar ekan, bu. Hammomga zo'r chiqib borar ekan mana. Xuddi o'sha mana holatini bir qator yana sizlarga ko'rsatib o'tamiz mana. Juda chiroyli chiqadi. Bu ochinchi. Ochib ko'rsatib bering, iltimos. Mana buni ham ochib ko'rsatilyapti. Bu ham xuddi shuni singari. Bitta barmoqni yopishtiryapman mana. Bemalol o'zini mana ko'taryapti mana. Hech kim ko'targan yo'q mana, o'zi mana barmoqqa yopishgan holatini ko'rsatib o'tyapmiz. Juda baquvvat o'rnashadigan mahsulotlar sirasiga kirar ekan. Videoga like bosing, obuna bo'lishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.